Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizni Bilimli o'quv markazi tomonidan tashkil etilgan matematika kursida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Demak, bugungi darsimiz 5-dars, ya'ni sonning qismiga doir misol va masalalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak boshlaymiz. Birinchi qismimizga qaraydigan bo'lsak, har galgidek, demak, berilgan ifodaning qismini topish, ya'ni sonning qismini qanaqa qilib topamiz? Hozir qisqacha bir qoida yozib berib ketay. Misol uchun, hop, A sonini B taqsim C qismi so'ralsa, buni ko'rinishda yozishimiz kerak, ya'ni A ni o'sha B taqsim C ga ko'paytirib qo'yishimiz kerak, kifoya qiladi o'shani o'zi. Demak, boshladik. Misollariga qaraymiz endi. Hop, birinchi misolimizga qaraymiz. Misol uchun 150 ning 7 taqsim 15 qismini toping deyilgan. Buni topishimiz uchun 150 ning o'zini ko'paytirib qo'yishimiz kerak nechiga? 7 taqsim 15 ga. Keyin qisqartiramiz. Bu joyda 15 bilan necha qisqaryapti? 150 qisqaryapti. Bo'ladigan bo'lsak 10 bo'ladi. Endi 10 ni 7 ga ko'paytirib qo'yamiz, necha bo'ladi? 70 bo'lib qolar ekan. Demak, 150 ning 7 taqsim 15 qismi 70 ga teng bo'lib qoladi degan javobni berib qo'yamiz. Yana bittani ishlab ko'ramiz o'rtarog'idan. Ya'ni 240 ning 11 taqsim 16 qismini toping deyilgan 13-misolga. Yana 240 ni nimaga ko'paytirar ekanman? 11 taqsim 16 ga ko'paytirar ekanman. Bu joyda 240 bilan 16 ni qisqartiradigan bo'lsak, xo'p, necha qoladi? 15 qolar ekan. Menimcha 15 qoladi. Endi 15 ni nechaga ko'paytirishim kerak? Mana 15 ni ko'paytirishim kerak 11 ga. Ko'paytiradigan bo'lsak, 165 ni beradi. Demak, javobimiz 165. Xo'p, keyingi nimamizga qaraymiz. Xo'p, savolimiz buni 20 ni ham ishlab qo'yaylik. 185 ning 23 taqsim 37 qismi deyilyapti. Ya'ni 185 ni ko'paytirib qo'yaman nechiga? 23 taqsim 37 ga. Xo'p, 37 bilan 185 qisqarsa 5 qoladi. Endi 5 ni nechiga ko'paytiraman? 5 ni 23 ga ko'paytirib qo'yaman, xolos. Buni ko'paytiradigan bo'lsak, demak bizga 115 ni berar ekan. Demak, javobimiz 115. Sonning qismini shunaqa qilib topsak yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, endi berilgan qismga ko'ra sonni o'zini toping demoqchi. Ya'ni bunday degan savolni beryapti-da bizga. Xo'p, 13 taqsim 18 qismi 234 ga teng bo'lgan sonni toping. Misol uchun berilgan sonimiz A bo'ladigan bo'lsa, o'sha A sonini 13 taqsim necha qismi? 18 qismimiz nechaga teng? 234 ga teng. Endi bu joydan A ni topishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, hali biz kasrlar degan mavzuni o'tganimiz yo'q. Shunchaki topib qo'yamiz. Xo'p, 234 ni tepadagi suratda necha bo'lsa o'shanga bo'lasiz, keyin pastda necha bo'lsa o'shanga ko'paytirib qo'yasiz. Birinchi 234 ni nechaga bo'lar ekanman? Bo'lamiz 13 ga, keyin uni ko'paytirib qo'yasiz 18 ga. 13 ga bo'ladigan bo'lsak, A'miz teng bo'lib qolar ekan. Xo'p, 13 ga bo'ladigan bo'lsak, bittadan 8 tadan bo'ladi, 18 bo'lar ekan. 18 ni keyin yana 18 ga ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni 18 ning kvadrati 324 bo'larmidi? 324. Demak, javobimiz 324 bo'lar ekan degan xulosani berishimiz kerak. Yana bir misolni ishlaymiz. Mana 12-misol. 37 taqsim 58 qismi 740 ga teng. Ya'ni A sonimizga 37 taqsim necha qismini topsam, 58 qismini topsam, o'sha xo'p 740 ga teng bo'lyapti. Demak, 740 ni nimaga bo'lishim kerak? Birinchi o'rinda mana 37 ga bo'lishim kerak, 58 ga ko'paytirishim kerak. Mana 740 ni bo'laman nechiga? 37 ga ko'paytirib qo'yaman 58 ga. Xo'p, 740 ni 37 ga bo'ladigan bo'lsak 20 bo'ladi. 20 ni 58 ga ko'paytiradigan bo'lsak esa 1160 bo'lib qolar ekan. Demak, javobimiz 1160. Xo'p, keyingi misolimizga e'tibor qaratamiz. Xo'p, ikkinchi shartimizga ko'ra misollarimiz yana davom etadi. 20-misolni ham ishlab qo'yaylik. Xo'p, demak, 37 taqsim 57 qismi 777 ga teng deyapti. Demak, 37 taqsim 57 ni
57 ga ko'paytirsak a ni o'sha teng bo'lib qolar ekan 777 ga. Buni topishimiz uchun, a ni topishimiz uchun boyagidek, ya'ni 777 ni nechiga bo'laman? Hop, bo'laman 37 ga, uni ko'paytirib qo'yaman 57 ga. Ya'ni pastda turgan songa ko'paytiramiz, tepadagisiga bo'lamiz, esdan chiqmasin. Hop, a tenglik endi 777 ni 37 ga bo'ladigan bo'lsak, hop, 2 1, ya'ni 21 bo'lib qolar ekan. Endi 21 ni nechiga ko'paytiramiz? 57 ga. 57 ga ko'paytiradigan bo'lsak 114. Hop, 114. Ya'ni 21 ni 57 ga ko'paytirib yozamiz. Hozir cho'rnakda ko'paytirib olaylik buni. Demak 1197 bo'lar ekan. Demak javobimiz 1197 degan xulosani berishimiz kerak. Xo'p, keyingi turdagi misollarimizga o'tamiz. Xo'p, 3-turdagi misollarimizga e'tibor qaratamiz. 3-turdagi misollarimiz berilgan sonlarning qismini toping deyilgan. Misollarni bajarishimiz kerak. Demak, boshladik. Hop, birinchi savolimizga qarasak, 2 soni 800 ning qancha qismini tashkil etadi deyilsa, uni topishimiz uchun shu 200 ni 800 ga bo'lib qo'yishimiz kifoya qiladi. Mana 200 ni nechiga bo'lib qo'yaman? 800 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsam, uni 200 ga qisqartiradigan bo'lsak, 1 taqsim mana 4 qismini tashkil etadi degan javobni berishimiz kerak. Yana, misol uchun 308 476 ni deyilyapti. Mana 308 ni nechiga bo'laman? 476 ga bo'lib qo'yaman. Tamom. 308 476 ga bo'ladigan bo'lsak, qisqartiramiz-da endi. Xo'p, nechiga qisqartirsak bo'ladi? 4 ga qisqartirsak bo'ladi. 4 ga qisqartiradigan bo'lsak, tepamiz 77 bo'ladi menimcha. Pastimizcha. Hop, bittadan 9 tadan 119 bo'lar ekan. Endi 119 bilan 77 menimcha o'shalar 7 ga qisqaradi, tepa 11 bo'ladi. Tepa 11, pastni 7 ga qisqartiradigan bo'lsak, menimcha 17 bo'ladi. Demak, 11 taqsim 17, 17 dan 11 qismini tashkil etadi degan xulosani beramiz. Keyingi savolimizga ham qaraymiz. Misol uchun 19-savolimiz bunda ham xuddi shunday. Ya'ni 34 680 ning qancha qismini tashkil etadi desa, 34 ni nechiga bo'lib qo'shishimiz kerak? 680 ga bo'lib qo'shishimiz kerak. Ikkalasini 17 ga qisqartiradigan bo'lsak, tepamiz 2, pastimiz 40 bo'lib qolar ekan. Yana 2 ga qisqartiradigan bo'lsak, 1 taqsim 20 qismini tashkil etadi degan xulosani berib qo'yamiz. Tamom. Xo'p, keyingisi 4-turdagi misollarimizga e'tibor qaratamiz. 4-turdagi misollarimizga qaraymiz. Xo'p, birinchi misolimiz odatdagidek 480 ni 7 taqsim 10 qismiga teng bo'lgan sonni 12 taqsim 17 qismi 180 ga teng bo'lgan songa qo'shing debdi. Endi qaraymiz. Birinchi o'rinda birinchi sonni topib olaylik. 480 ning 7 taqsim 10 qismiga teng bo'lgan sonni, ya'ni 480 ni 480 ning 7 taqsim 10 qismi. Ko'paytirsak 10 bilan bu qisqaradigan bo'lsa, keyin 48 ko'paygan necha bo'ladi? 7 bo'ladi. 48 ni 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak 6, xo'p 5 dilda 20 33 bo'lar ekan. Keyingisi 336 bo'lar ekan. Endi xo'p 12 taqsim 17 qismi 180 ga teng bo'lgan sonni topamiz. Ya'ni a sonini 12 taqsim 17 ga ko'paytirsak shu 180 ga teng bo'lar ekan. Bu joyda a ni topishim uchun 180 ni nechiga bo'laman? 12 ga bo'lib 17 ga ko'paytirib qo'yaman. 12 ga bo'ladigan bo'lsam, demak 15 bo'ladi. 15 ni endi nechiga ko'paytiraman? 17 ga ko'paytiraman. 17 ga ko'paytiradigan bo'lsak 255 bo'lar ekan. 55 bo'lar ekan.
soniga qo'shing debdi. Qo'shadigan bo'lsak endi 336 ga, mana 336 ga qo'shaman 255 ni. Qo'shadigan bo'lsak, shu bizga beradi 91 ni. Demak 591 degan javobimiz bizga to'g'ri javob hisoblanar ekan. Xuddi shunga o'xshagan misollar, 4-tipdagi misollarimiz. 10-misolni ishlab ko'rsataman. 780 ning 19 taqsim 39 ga teng bo'lgan sonni qismi shunga teng bo'lgan songa qo'shing debdi. Yana shunday qilamiz. Ya'ni 780 ni birinchi 19 taqsim 39 qismini topamiz. Xo'p, 780 sonini. Endi 39 bilan 780 qisqarsa 20 qoladi. 20 ni 19 ga ko'paytiradigan bo'lsak 380 bo'ladi. Endi a ko'paygan 15 taqsim 31 285 ga teng ekan. Bu joydan a ni topmoqchi bo'lsam nima qilaman? 285 ni bo'laman 15 ga, qo'shaman 31 ga. Xo'p, qo'shadigan bo'lsam 31 ga 70 85. Demak bu 19 tadan amiz 19 ko'paygan 31 deganim qo'shilgan debman. 19 ko'paygan 31 bo'lib qolar ekan. Endi 19 ni nechaga ko'paytirishimga to'g'ri keladi? 31 ga ko'paytirishimga to'g'ri kelar ekan. Hozir jo'naviyga ko'paytiramiz. 19 ni 31 ga ko'paytiradigan bo'lsak 589 kelib chiqar ekan. 589. Endi ikkalasining yig'indisini so'ralgan, yig'indisini topib qo'yamiz, tamom. Ya'ni nechiga nechini? 380 ga mana qo'shamiz 589 ni. Qo'shadigan bo'lsak, xo'p 380 ni qo'shadigan bo'lsak 969 bo'ladimi deyman-da. Demak javobimiz 969 ekan. 969 degan javobni to'g'ri javob sifatida olishimiz kerak. Xo'p, navbatdagi turdagi misollarimizga o'tamiz. Ya'ni 5-turdagi misollarimiz. Hisoblangan amalni bajarishimiz kerak yana. Boyaga o'xshagan misollar yana 8-misolni qaraymiz. 6400 ning 39 taqsim 69 ga teng bo'lgan sonni 32 taqsim 39 qismi shunga teng bo'lgan sonni ayiring deyilyapti. Boyagining o'zi faqat o'rtasida ayirish amalini bajarishimiz kerak. Boyagidek qilib topib olib oldin. Demak 6400 ni birinchi 39 taqsim 64 qismini topadigan bo'lsak, bu bilan bu qisqarsa 100 qoladi. Endi 100 ni 39 ga ko'paytiradigan bo'lsak 390. Endi 32 taqsim 39 qismi 1088 ga teng bo'lsa, a ni topishim uchun 1088 ni bo'laman 39 ga ko'paytiraman. 32 ga bo'lib xo'p 32 ga bo'lib nechaga ko'paytirishim kerak? 39 ga ko'paytirishimga to'g'ri kelar ekan. Demak 1088 da oldin 32 ga bo'ladigan bo'lsak, bo'lsak 32 ga 34 chiqadi. Endi 34 ni 39 ga ko'paytiradigan bo'lsak, ko'paytirsak 39 ga 1326 chiqadi. Endi 1326 dan bizga so'ralayotgan narsa 390 ni ayirishimiz. Ya'ni 390 ni ayiradigan bo'lsak bundan 936 hosil bo'lar ekan. Demak, javobni 936 deb yozib qo'ysak bo'ladi. 6-turdagi misollarimizga o'tamiz. 6-turdagi misollarimiz ham juda oddiy misollar. Hisoblangan amalni bajarishimizga to'g'ri kelar ekan. Birinchi savolimizga qaraymiz. Biror sonning 3/5 qismi shu sonni 1/5 qismidan ayrilganda 18 ga hosil bo'ladigan bo'lsa, shu sonni o'zini toping. Ya'ni a sonining nechta qismidan? Mana a sonini 3/5 qismidan sonni 1/5 qismi, ya'ni a sonini 1/5 qismini ayirsak, o'shanda 18 hosil bo'lib qolar ekan. Oldin bunga xo'p, umumiy mahraj berib yuboramiz. Hammasiga 5 dan, ikkalasida 5 dan umumiy mahraj bor. Bunga ham 5 ni ko'paytirib olamiz.
ko'paytirib oladigan bo'lsak nima bo'ladi? 3a minus a o'sha 18 ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak 90 ga beryapti. Demak, 2a miz 90 bo'ladigan bo'lsa, bu joydan a mizni 45 ekanligi hosil bo'ladi. Ya'ni kelib chiqadi. 45 degan javobni belgilab qo'yamiz demak. Keyingi savolimizga o'tamiz. Xuddi shunday savollarimiz davom etgan. Yana 5-savolga e'tibor beramiz. Bir sonning 8/21 qismi, ya'ni a sonining 8/21 qismi shu sonni qismini ayirganda, ya'ni ayirsak, shu sonni 1/21 qismini ayirsak 84 hosil bo'lar ekan. Xuddi boyagidek umumiy mahraj beramiz bunga 21 dan. Qolganini hisoblaydigan bo'lsak, bunday ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, 8 ta a minus 8 teng bo'lib qoladi o'sha. Xo'p, bu tomonga o'tkazadigan bo'lsak 8 ta a minus 7 bo'lmaydimi? 8 ta a minus a teng bo'lib qolyapti o'sha 84 ko'paygan 21 ga. Endi o'sha joyda 7 ta a miz teng bo'lib qolyapti 84 ko'paygan 21 ga. 7 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak bu tomonni a tenglik 84 ko'paygan 3 bo'lib qolyapti. 84 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, xo'p, demak 252 paydo bo'lar ekan. Demak, o'sha sonimiz 252 ga teng degan xulosani berib qo'yishimiz kerak. Keyingisiga qaraymiz. Keyingisi misol uchun oxirgi misolimizni ishlaydigan bo'lsak, ya'ni 10-misolni bir sonning 12/29 qismidan, ya'ni a sonini 12/29 qismidan shu sonni 9/29 qismini qo'shganda qo'shamiz 9/29 da a ni. Bu qo'shganda hosil bir sonni qismini shu sonni qismidan qo'shganda bo'lgan qismidan qo'shganda bo'lgan bo'lsa soni o'zini toping. Bir sonni 12/29 qismini shu sonni 9/29 qismidan qo'shganda hosil bo'lgan bo'lsa, ya'ni bitta sonni 12/29 qismini shu sonni 9/29 qismidan qo'shganda bo'lgan bo'lsa, shu sonni o'zini toping. Bu ozgincha xatoroq misol menimcha. Qismidan qo'shganda bu bo'lgan bo'lsa, qismini shu sonni 4/4 qismidan qo'shganda bu savollar menimcha ozgina xato misollar yoki ma'nosi oxirigacha yetib kelmayapti. Ya'ni 6 dan pastdagi misollar. O'sha joyigacha ishlab qo'yasiz endi. Ya'ni 5-misolgacha ishlab qo'ying. Hozircha yetarli. Menimcha qolgan misollarimiz shart emas. 6-misolgacha ishlab qo'yasiz. Demak, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xato va kamchiliklar uchun esa uzr so'raymiz. Demak, 6-misolning 5-misolgacha ishlab qo'yasiz. Qolgani jayam kerak emas misollar. Ya'ni ma'nosiz misollar hisoblanar ekan. Sizlar bilan Mamarjayev Nurbek bo'ldi. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Bilim olishdan charchamang.